Idonet sayti orqali tushadigan donatlarni streamda ko'rinadigan qilib, widjetni sozlash qo'llanmasi. Buning uchun saytga kiramiz va yon menyuni ochib, widjetlar bo'limidan donat widjetini tanlaymiz. Bu yerda biz uchun alohida link turadi. Ushbu link orqali biz donatni OBS ga ulashimiz mumkin, lekin bunga keyinroq to'xtalib o'tamiz. Birinchi o'rinda donat widjetlarini qanday qilib ko'rinishini va ovozini sozlashni bilib olamiz. Mana bu tayyor widjet ko'rishingiz mumkin. Bu yerda birinchi bo'lib miqdorni kiritamiz, keyin esa GIF yoki rasmni tanlaymiz va pastda esa tovushni tanlashimiz mumkin. Agar bularni bo'sh qoldirsak, bizda shunchaki Idonetning default ovozi va gifkasi chiqib keladi. Pastda esa tovush balandligini belgilashingiz mumkin va donat davomiyligini sekundlarda belgilab ko'rsatishingiz mumkin. Va bundan pastda esa xabarni avto o'qish funksiyasi mavjud va bu yordamda siz kelgan donat xabarini avtomatik sun'iy intellekt yordamida o'qib berilishini tanlab qo'yishingiz mumkin. Xohlasangiz ayol, xohlasangiz erkak. Keyingi donatlarni ham miqdorini o'zgartirgan holatda har bir miqdor uchun alohida gifkali va alohida ovozli donatlarni qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. Keling hozir yangisini qo'shishni ko'rib chiqamiz. Pastga tushamiz va qo'shish tugmasini bosamiz. Qo'shish tugmasini bosganimizdan so'ng mana bu birinchi qatorga miqdorni kiritamiz. Buni xohlasak balandroq belgilab qo'yishimiz mumkin, xohlasak 0 ga tenglashtirib qo'yishimiz mumkin. 0 ga tenglashtirsak, barcha tushib kelayotgan donatlarga aynan mana shu emotsiya, mana shu gif bilan chiqadi. Va pastda esa gifka yoki rasm tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana bunday videoni o'zingizning kompyuteringizdan tanlab qo'yasiz va keyingi qadamga o'tasiz. Keyingi qadamda esa siz ovoz tanlashingiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz o'zingizning maxsus ovozingiz bo'lsa, o'shani tanlab qo'yishingiz mumkin. Yoki-da tanlamasdan o'tkazib yuborsangiz, Idonetning o'zini maxsus ovozi qo'yiladi va undan keyin donat davomiyligi va ovoz balandligini o'zingizga moslab o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Endi esa biz buni OBS ga qanday qilib ulashni ko'rib chiqamiz. Tepaga qaytamiz va mana bu yerda stream uchun havolani nusxalab olamiz. OBS ga kiramiz va yangi scena ochgan holatda va bu yerdan istochnikka mana bu yerdagi plyuschani bosgan holatda brauzerni qo'shib olamiz. Ochilgandan so'ng adashib ketmasligi uchun donat deb yozib qo'yamiz va OK tugmasini bosib davom etamiz. OK tugmasini bosganimizdan so'ng bizda oyna ochiladi va mana bu yerga biz hozirgina Idonetdan olgan havolamizni qo'yamiz va boshqa hech narsani o'zgartirmagan holatda OK tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bizning donat widjetimiz qo'shildi. Endi buni test qilib ko'ramiz. Saytga qaytamiz va test xabar tugmasini bosamiz va qarabsizki, bizga donat keladi. Va aynan mana shu test xabarga asoslanib, donat widjetini o'zingizga qulay joyga joylashtirib olsangiz bo'ladi. Xullas, donat widjetini mana shunday holatda streamingizga joylashtirsangiz bo'ladi. Siz bilan Sindoruz bo'ldi. Idonet saytidan uzoqlashmang.